Abdullah hocam bilan obuna bo'lib qo'yinglar. Meniki Bedrock. Şu tepasini uğraş gereği. Qishloqda o'rayapti biz. Mayam buraya Chicha qishloqda-chi. 2-3 ta qishloqlarda uyini buzar kerakmi? Ayollar qalbi pastda. Davay. Yo'qchalikmi? Chunki men o yerga kelibdi-lo. Mayit buziladi-yu. Ona beton quyiladi-yu. Shuncha. Abdullah biz buni olib berib qurib olmaymiz ish. Qo'lyaptimi video? Haber qilmasa kerakmi? Yo'q, obunachilarga ko'rsatyapti. Qayga chiqadi? Davay obunachilar. Mana anchamchasini qo'yib qo'ydim. Nima deb yozishdi qani? Bitta obunachimiz aytyapti. R harfiga ham qiling iltimos. Ha bo'pti obunachim. Ha bo'pti qilib beraman. Videoyim olsam. Tahvil beraman. Asaqqa YouTube'chilar. Anam keladi, o'zimda. 175 ta bo'ldi-da, sanchim to'planamiz. O'ynimcha katta quruvarding-a? Baland qilma, keyin qilasan. Uncha balki qilish kerak-da. Santimetr edi chaqaldi. O santimetr emasdi. Santimetrdan ham katta-da endi. Katta o'zi ancha yaxshi. Ashitga ishi quriladi. Abdullah. Hali men nima qiladi bilmaydi. Qoplatib ko'raman tepasida. O'sha qishloqda yarimini qilib bo'ldik. Haligi paslarini ochma ashitda qilsa bayat qilib. Yapilib. Ya. Chichasini buzdilar. Betga to'g'ri bo'lmasın cari yeter. Ali. Aramayın cari yeter. Ha yeterdi. Mana uydan to'xtash kerak Ali. 2-3 ta joyda qoldirdim men. Ya. Men chiqardim. Geçiyor. Hiç nasıl yapmaydı geçmedi.
Ha, Ali. Şşş çocuğum. Ay melandadan kan? Çocuğum. Cici karaş. İkide üçtü. Kampotluyu yankıp gidiyordu mu? Aa, kampotluyu yankıp gidiyordu. Ya, kampotluyu gidemez. Cadan ki görüşürüm sabunacılar. Ona kere de kan. Akçe telefon.